Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi mavzumiz mana avarinni holatda jentra qattiq urilganda orqasidan ko'ryapsiz. Pistoletlargacha qayirgan, orqa eshiklarimizni ham qayirgan. Tomlariga ziyon yetmagan, oldi qismi ko'ryapsiz qanchalik darajada bo'lganini. Mana shu tarafidan urib pistoletlarni ham qayirgan. Shu mashinamizni bizdan ramaga terib berishga qaror qildik. O'zini qilsagan bo'lardi, lekin egasi kraska bo'lmasin, suyagi butun mashina bo'lsin, kesib ulanmasin degan sababli shu mashinamiz Dartman blue rangida jentrachamizga xudo xolasa chiroyli qilib yig'ib beramiz. Demak, mana shu oldirg'asidan qattiq urilganda jentraga qancha rasxat ketishi haqida bugungi mavzumiz chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Hammaga rahmat. Jentrachamizga xudo xolasa Dartman blue juda chiroyli rang. Zarchalari ham o'ta chiroyli. Qora bu qora emas, ko'k bu ko'k emas. Shu ramamizni olib keldik, bu ramamizni narxini 1000 dollarga olganmiz. Xudo xolasa dalada turgan Dartman blue mashinamizga chiroyli qilib idealni qilib terib beramiz. Biz jentrachamiz ishini boshladik. Shogirdlarimiz yetishni boshladi mana. Bu tashlama yo'q ekan, turda narxi chetida bo'ldi. Mana shunday. Mana motorchamizni padishkasi singan ekan. Padishkasi singan yana nima singan deydi. O'zi mana bu vozdux sinib ketdi, mana kulish atınchasi ichida qolib ketgan. Mana bu joyda turadi mana bu narsa bu. Vozdux bachok sinib ketgan, mana deydi vozdux titilib yotdi, farani ichi titilib ketgan. Hadovicha slamskiy ishlayapti. Xudo xolasa yetish boshlandi mana. Ventilator korpuslarimiz singan, radiatorlarimiz ketgan. Asta bajarib. Apsikalar kirib, ventilator bor, nima bu? Ishga tegmas. Ishga qo'ysam, tegmaydi. To'g'ri. Bola sal orqaga qo'yma ishga kirmang de. Dartman blue'ni qon og'yapti nimagadir. Qayerdan og'yapti hozir yechsak aniq bo'lar. Ha. Ko'rmi? Shogi transportlarni bo'layapti. Asta o'ylab chiqamiz. Oldidan o'zim oldimi? Qirodan. O'zim yo'q qo'yda turibdi, mana bu. Ha, o'lib turibdi. Ana shu. Tagiga jalo bak. Shengam jalo. Asta o'ylab sindirmay, ehtiyot bo'lib orqadan chiqarib olasizlar. Nima ishlab qoldi? Olib kelar orqadan. Asta o'yla. Ketyapti, kartira yorilgan ekan. Mashina tursin motor. Bo'ladi. Çabuk geçin ha. Doğru doğru. Yardım çuru aldık mana. Qo'l bola qilib hamasini. Kech bo'lsa ham xudo xolasa bagajlarimizgacha ichib oldik. Уже motorlar tushib, ishni yig'ishtiryapmiz. Dartman blue'imizni ko'ryapsiz, mana bu karteri yorilib ketgan, mana bu joylarigacha ochilib ketgan. Plus korobkani mana bu yerda padishka qulog'i bor, shuni mana shu joyini yorib qo'ygan. Buni endi payat qildirib kelamiz, bir yo'lini qilamiz. Tagacha yorilgan. Xudo xolasa chiroyli qilib qo'yamiz shuni. Dartman blue mashinamiz xudo xolasa qadovichaslari terildi mana. Endi motor qismiga kelyapmiz. Mana xudo xolasa mana shumkalarni yopishtiramiz. Endi mana tartibsizlik e'tibor beramiz, chunki shumkani yopishtirib bo'lgandan keyin, yopishtirib bo'lgandan keyin bitta tozalanadi. Xudo xolasa mana shogirdlarimiz ishlab yotibdi. Yamiz ayrabak qismi almashyapti. Xudo xolasa qo'yamiz hozir. Sen nima qo'yildi deb, hamma ish qilib yotibdi.
Yanganda ishlayotgan. Ha, nima chuqurga kirib qoldim. Ishlayotgan demoy ko'rinsin. Dartman bilan mashinamiz torpedasi qo'yilyapti. Asta, tixo, uspokойся. Tixo идёшь. Kecha soat mana 12 bo'lyapti. Xudo xolasa biz o'zi motorlarni tiqib, mana elektrik bollarimizni ham, motorist bollarimiz hammasi ishida. Ular tayyorgarlik ko'rilyapti. Xo'p, mana bu uje mana yangi ventilyator, yangi radiator, hamma narsa yangi qo'yilyapti. Xudo xolasa shuni soat 1 bo'lami, 2 bo'lami yurg'izib, keyin dam olamiz. Ozliqni bachak olindi, qo'yiladi. Xolasa mana keks moylarimizdan 10 ga 40 mana shu Dartman bilan jentimizga olib kelingan. Hozir solib, akkuratni qilib, uje yurg'izish tayyorgarligini ko'ryapmiz. Oxir finish darajasiga kelyapmiz. Guruchni olib kelma tez. Ya guruchni qo'yarsan bitta tovushdan chiqsin yurishidan. Asta. Guruchlarimizni ham qo'yib beramiz. U nima edi u? Ko'simi? Kechaganmi? Ha, uni nima bitta to'g'ri qo'yib beramiz. Va bu ana shuniki qoran emasmi bu? Ha, bo'ldi, qo'yinglar. Qoran qo'yinglar. Qo'yib yuboringlar. Xudo xolasa mana yangi yog'larimiz solyapmiz. Maksimalni ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Gentra Cobalt hammasiga 1 xil 3 litr 700 gram yog' solinadi. Umuman yog' qolmagan bo'lsa, to'k olingandan keyin 3 litr 700 gram yog' solinadi. Xudo xolasa yangi yog'imiz solinyapti, shogirdlar gulishtirlar qo'yyapti. Hozir xudo xolasa finish darajasiga yetib yurg'iz olsak bo'ldi bu yoqqa. Hammaga advoy. Ichki granatalar qo'yilyapti, kaltasi. Soatimiz xudo xolasa 12:30 bo'ldi. Mana 1 soatda uje mashinada granatalar qo'yib, qani yuramikan o'zi. Ana yurdi. Mana bu ishlar boshqacha bo'ldi mana. Mashinchamiz bir kaltda yurdi xudo xolasa. Chotki bo'ldi. Endi bu yoqqa sistem malerkalarni boshlab terish jarayoni ketaveradi. Dartman bilan jentimizga yangi kapot olib kelganmiz. Mana bu eshigi o'zi bo'lyapti shu joyi. Qora jentimizning kapotini ham tayyorlab yubordik. Bu yangi eshikning ikkinchisi mana. Yangi eshik Dartman bilan mashinaga olib kelingan, yangi orqa bagaj mana. Xolasa shular chiroyli qilib okrasiyamiz. Usta bu detallari skraskaga tayyor bo'libdi. Nima qilyapsiz hozir? Hozir bu pudradan oldin mana endi bir balo shunaqa suyuqligi bor o'zini artilaydigan. Ya'ni pudra sepgan vaqtda mana bu baribir moy qo'ldan ishlashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, yo bir chang qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana o'zini salfetkasi bor, pudradan oldin suyuqligi bor. Mana shu suyuqligi bilan surtib artish kerak. O'sha moy qolgan dog'lar hammasini oladi. Mana shunday qilib chang hammasini kurtib oladi. Shuning evaziga dog' qolmaydi, chang bo'lmaydi, tagidan moylari changlar qolib tutmaydi, pudraning tagida, lak tagida qolib tutmaydi, chiroyli chiqadi. Hamma joy artiladi, hamma detal.
ben gidiyorum gidiyorum. Sen gidiyorsun tabii abi. Xudo xohlasa Dartman Village intramiz ham qach tayyor bo'ldi. Hozir mana shogirdlar bilan polirovkani boshladik. Soat 12'da boshlaydik. Mana xudo xolasa 12:30da boshlaydik. O'zi soat 4. Mashinam polirovkasini tugatdik kechasi mana. Ko'rasiz, xudo xolasa mashinamiz polirovkadan tiniq chiqdi. Ertaga mayda churasini terib, yakun qilamiz. Ana göre. Şöyle bugün de iki bulmagan da 2 bulganmış. Dapalnetini qo'shimcha yopishtirdik. O'zini zavodskoy mana bu ishlamaydi bu yaxshi. Hozir mana biz ham yana dapalnetini 3 ta qo'ydik. 3 ta qo'porilib ketmasligi uchun. Tushunmadimi? Shuni sifatli va aniq chiqish uchun ertaga bir kunlik bu bir kun qo'yib yuborib, ertasi kuni tushib ketib yo'lda mendan ketguncha egasiga yetguncha qilmayapti, sifatlash qilyapmiz xudo xolasa. Endi zavodskiy o'zini olib kelgan narsani deb qo'yib beraversak ham bo'ladi, lekin tushib qoladi bu. Shuning uchun обязательно 90'dan bitta qo'shimcha olib kelib qilyapmiz. Qanday yaltirishlar, mana bu narsa. O'ta ideal chiqadi xudo xolasa. Keyin ona yopishtish kursdan. А зачем дышать в эту лиза? Ne oluyor? Mana. Oğlum kira. Menga berib qo'yish qani? Ha, tayyor bormi tamam. Tamam, hayırlı bu. Village intramizni xudo xolasa antifriz yangi solyapmiz. Yangini och, usini ham och. O'shani ochish kerakda birinchi, o'shani ochib joyga solish kerakda. 5 litr aniq bo'ladi, ha, yana emas-ku. O'zillik robkasi bor. Kim uni? Mana bu hujulib qoldi bitta. Xudo xolasa Dartman bo'lim mashinamiz o'zi tayyor. Yo'layapti. Sammo ekamizda. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa Dartman Village intramiz tayyor bo'ldi. Bu mashina klientniki, sotilayotgan mashina emas. Biz har doimgidek bitta bir qatorda zazorlari bilan ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mashinani qancha rasxod ketishi haqida yangi ramaga terib, idealni qilib mana shu orqa ishlarimiz kraska bo'lgan, lekin rangi bittada bir xil tushgan. Orqa bagajlarimizgacha kraska bo'lgan. Mashinani ko'ryapsiz, qaysi darajada kelib, qaysi holatda kelib, qaysi holatda chiqadiganligini. Xo'p, ketdik. Bu mashinaga ketgan rasxodlarni o'tib ketamiz. Xo'p, mashinamizga xudo xolasa ketgan rasxodlarni o'tib ketamiz. $1000 ga rama olindi, old orqa kapoti. Xo'p, orqa zadni kirilos, zadni eshigi bitta kirilosi almashdi mashinani.
Xudo xolasa, ходовойчаслар 4 ta yangi amortizator, 4 ta yangi diska balon. Xo'p, oldi ko'laklarigacha, orqa cho'logigacha almashdi mashinani ko'rdingiz, o'ta qattiq udar bo'lgan edi. Ramalarni o'kib qo'ygandim. Salon qismlarini ko'rasiz, obshivkalarigacha yuvib, tozalab, akkuratni qilib mashinani terganmiz. O'ta xudo xolasa idealni mashincha chiqqan. Kami yo'q, hozir motor xonasigacha ko'rsatamiz. Obshi ketgan rasxod mashinamizga 30 million so'm rasxodiga ketdi. 8 million 800 ming so'm mehnati bo'ldi. 9 million dedik, hay 200 ming yutib berdik. 8 million 800 ming so'm mehnati bo'lgan mashinchaga mana ko'ryapsiz, motor xonalarigacha tiniq turibdi. Obshi ketgan rasxod 39 million so'm bo'ldi. Mana shu diska balonidan tashqari faqat kuzovimizga, mana diska balonni egasi biladi, o'zi necha pulga olganini o'zi olib keldi. Men unisini bilmadim. Prezidentning diska baloni ham shu 450-500 dollar tagiga boradi. Mashinaning holatini ko'ryapsiz, qanchalik darajada chiqqanini. Shunaqa tepa bo'lgan mashinalar, qattiq urilgan, yonib ketgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. To'p bergan 100 dollar hadyamiz bor. Ishimiz yo'q ekan, bizni rag'batlantirib, like bosib, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Hammaga rahmat.